So'raymiz endi iloji bo'lsa. Hozir biz Avstriyadamiz, power banklarimiz tugagan. Qaranglar, har bitta uydan iloji boricha kirib so'rab chiqishga harakat qilamiz. Hozir mana shu uyga keldik. Oldida bir kichkina bir dengizchasi, daryochasi bor ekan. Power bankimizni qo'yib bersa, pulga bo'lsa ham, mana shu yerda chodirimizni to'shab, o'zimiz power banklarimizni qo'yib, bu yoqda cho'milib, mehmonxona yo'q hozir. Birinchi xonadon yo'q dedi bizga. Nima qilamiz? Boshqasigami? Ikkinchi xonadon. Let's go. Hozir 1 minut deb uyga kirib ketdi. Yo'q deydimi, xo'p deydimi? Qadam bilan xotindan so'rash ketdim. Mana shu yerda cho'milmoqchimiz. Xotindan xotiniga insof bersin lekin. O'zbek hamma joyda gap topib keta oladi va nihoyat biz chodirimizni to'shadik. Opaxon xotin yaxshi o'rtacha ekan. Lekin boshida ham o'ylandi, lekin ishonoldilar. Keyin revolyutsiya tashlab beramiz, pulimiz bor. Tashlab beramiz degandan Pulimiz bor, O'zbekistonlimiz deganimizdan keyin o'ylanib joy berdi. Faqat ertalab tozalab ketinglar o'zingizlardan qolgan narsani dedi. Hurmat uchun agar men bu yoqda ishim bo'lsa, biz qilib beramiz dedik. Opa, yo'q, kerak emas dedi. Ovqat bo'lsa ovqat olib chiqib beraman dedi. Power banklarimizni berib yubordik. Endi nima qilamiz? shunda cho'milib chiqamiz. Cho'milamiz. Nemislar bilan biz pul topishdik. Hozir biz mahallasida cho'milyapmiz. Germaniyani qo'lga olamiz. Let's go O'zbekiston. Welcome to the real world. Show qilmaymiz, chunki biz nemislarning ko'chasidamiz. O'tkazdi qancha ishi boshidan